Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan men yana Toshkent viloyati Begot tumanidan Sharibjonman. Do'stlar, mana bugun kuzga qalamchalar ko'chat qilish uchun qalamchalarimizni joy-joyiga ekib chiqyapmiz. Mana do'stlar, mana shunday qilib qora salafanni tagidan kapelni o'tkazdirdik. Ikki qator mana qalamchalarimizni tiqib chiqyapmiz mana do'stlar. Mana shunday qilib kuzgi ko'chat tayyorlashni boshladik do'stlar. Mana bu joyimiz 45 ga 23. Mana bu tarafini xudo xolasa yangi navlardan, yangi sortlardan uzum boqmoqchiman. Mana bu qatorga ham ko'chatlar ekishni boshlaymiz, kuzgi ko'chatlar. Mana shunday qilib ekib chiqyapmiz mana do'stlar. Buni ko'tarib chiqdik. Birinchi ko'tarib chiqib tepasi 40 qildik. Keyin ustidan qora salafon yopib chiqdik. Mana shunday tarzda ko'chat qilishni boshladik xudo xolasa do'stlar. Mana havolarimiz ancha isib qoldi. Bugun bilmayman 25 gradus bo'ldimi? Ancha issiq bo'ldi. Xudo xolasa mana shunday ishlarni boshladik. Shaftolilarimiz bu yoqda mana gullavordi. Mana shaftolilarimizni. Shaftolini ham chiroyli kesgandik. Mana har bitta shoxida mana 1 yilligida anchagina gullar bor. Xudo xolasa bu ham yaxshi meva beradi. Do'stlar, bugungi videomiz mana shundan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.